220 nafar Germaniya federal politsiyasi bir vaqtda 7 joyda bir kunda. Bu o'tgan oy mayda bo'lgan holat va bu operatsiyaning markazida 76 ta o'zbekistonlik bilan bog'liq viza sxemasi. Agar siz hozir Germaniyaga ketmoqchi bo'lsangiz yoki do'stingiz, qadrdoningiz, yor birodaringiz Germaniyaga kelmoqchi bo'lsa, bu videoni to'xtatmang. Chunki keyingi 10-15 daqiqa sizni barcha rejalaringizni o'zgartirishi mumkin. Agarda shu videomiz 10 mingta layk yig'sa, biz yana bitta ishchi vizani tekinga qilib beramiz. Bu videoda men sizlarga 3 ta narsani aytib o'taman. Birinchi, bu operatsiya qanday boshlandi? Bitta avtobusdan, bitta sumkadan, bitta odamdan. Ikkinchi, bu endi Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan har bir kishiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Uchinchi va eng muhimi, siz hozir nima qilishingiz kerak? Lekin avval shu videoni boshlashimizdan oldin kanalga bitta podpiska bosib qo'yamiz. 2025-yil oktyabr oyi. Germaniya federal politsiyachilari Pragadan Amsterdamga ketayotgan avtobusni tekshirishdi. Oddiy tekshiruv, hamma xotirjam, hech kimda xavotir yo'q. Lekin avtobusda bir o'zbek fuqarosi bor edi. Pasporti bor, Chexiya tomonidan berilgan Schengen C vizasi ham bor, lekin uning sumkasi tekshirilganda Latviya ID kartalari, boshqa odam nomi bilan Polsha haydovchilik guvohnomasi. Eng qizig'i, bu ham yana boshqa odam nomiga. Bitta sumka, bir nechta shaxsiyat. O'sha kuni u yigit ushlandi. Lekin tergovchilar uchun haqiqiy ish o'sha kundan boshlandi. Chunki bu hujjatlar bitta odamniki emas edi. Bu kattaroq sxemaning bir qismi edi. Keyin nima bo'lyapti? Tergovchilar 7 oy ishlayapti va 2026-yil 21-may kuni hammasi boshlandi. 220 ta Germaniya federal politsiyasi xodimlari Essen va Quyi Saksoniya Bundeslandlarida 7 ta obyekt bir vaqtda, bir kunda tergovni Weiden prokuraturasi olib borgan. Endi bular nimadan gumonlanishgan? Chet elliklarni noqonuniy Germaniyaga olib kirish, vizani aldov yo'li bilan olish, hujjatlarni qalbakilashtirish, noqonuniy yashash. 76 ta odam, 76 ta hamyurtimiz. Bularni nima deb o'ylash mumkin? Ular ushlandimi? Nima qilindi? Insonlar. Ularni ko'pchilikda hozir xabarlar ko'ryapmiz. Ular ushlandi, boshqa narsa bo'lishdi degan xabar ko'ryapmiz, lekin bunisi ozgina noto'g'ri. Bular hali ushlangani yo'q. Bular 76 ta odamni qamash niyati ham yo'q Germaniyani. Eng qiziq tomoni, Germaniyaga ularni hozir Germaniya faqat gumon qilyapti. Gumon qilayotganligi uchun biz politsiya xodimlariga murojaat bilan chiqqanimizda, ular bizga hali tergov ketyapti, hali tergov oxiriga yetgani yo'q, oxiriga yetganda ma'lumot beramiz deb xabar qilishdi. 76 ta bu hamyurtimiz tergovchilar gumon qilayotgan qisqa muddatli Schengen vizalarini turib 76 ta odamda gumon bor. Endi shu joyda men Schengen viza bilan milliy vizani farqini sizlarga aytib o'tib ketaman. Qisqa qilib, bu haqida alohida video qilamiz. Hozirgi paytda qisqa qilib aytib o'tib ketamiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying, shu videomiz chiqadi yaqinda. Schengen viza bilan milliy vizani, Schengen vizani siz ishchi vizaga aylantira olmaysiz hech qachon. Shu gapim esingizda tursin, shuni esingizdan chiqarmang. Hech qachon Schengen vizasini milliy D vizaga almashtirib bo'lmaydi Germaniyada. Hattoki siz mavsumiy ishga kelgan bo'lsangiz ham, work and travel qilib kelgan bo'lsangiz ham, ularni milliy vizaga o'zgartirishda ilojisi yo'q. Buni men har bitta videomizda aytib o'tganman. Har bitta bizga murojaat qilayotgan odamlarga aytaman. Bunaqa qilib kelishdan foydasi yo'q. Mana bu videoni oxirigacha ko'ring. Men oxirida chiroyli gaplarim bor. Shunaqa qilib kelmoqchi bo'layotganlarga ham, shunaqa yo'l ko'rsatayotgan odamlarga ham chiroyli gaplarimni videoni oxirida eshitasizlar. Hozir ma'lumotlar bilan chalg'imaylikda. Biz ma'lumotlarni yozib, tekshirib sizlarga chiqaryapmiz. Hammaga o'sha birdaniga jar solmaganimizda sababi biz ma'lumotlarni ozgina tekshirib olishimiz kerak edi. Va bir ikkita joylardan kommentariy olganmiz, o'shalarga qarab izoh berishgan, Germaniya organlaridan izoh olganmiz. O'sha izohlarga asosan bu videoni chiqardik. Eng achinarli tomoni, bizdagi ishbilarmon, o'zini hammadan aqlli deb hisoblaydigan nafsiga qul ukalarimiz, akalarimiz vatandoshlar deyishga ularni men tilim bormaydi. Unaqa vatandosh bo'lgandan bo'lmagani ma'qul. O'shanaqa ifloslar, isqirtlar u 76 ta odamga nima qilib berishgan? Men sizga turistik viza qilib beraman deganda, akalar. Turistik viza qilib Germaniyaga kelib ID kartangizni boshqa joydan qilib beraman, ishlab yuraverasiz degan. Hujjatlarni shunaqa qalbakilashtirishganki, hattoki ko'p holatlarida, hozir video davomida ko'rasizlar, ko'p holatlarida даже Germaniyaning ko'pchilik organlari aldanib qolishgan. Hatto odamlar yoqda tursin, endi bu nima bo'ladi dalisha? Endi Germaniya hujjatlarni yana ham qattiqroq tekshiradi. Davom etamiz.
70 bu ofitsial manbalarda mana biz tarjima qildik. Yana bir tarmoq, bir guruh odamlar. Bitta banda 76 ta o'zbeklar uchun noqonuniy yo'l bilan Schengen vizasi olib berishgan. Bular hammasi bo'lishi mumkin. Hali tergov ularni tasdiqlamagan aybini, o'shaning uchun bo'lishi mumkin deb gapiramiz. Hech kimni masalan sudda aybi tan olinmaguncha uni aybdor deb aytishga haqqimiz yo'q. Agar bu video sizlarga foydali tuyulayotgan bo'lsa, yaqinlaringizga jo'natinglar, like bosinglar, kommentariy yozib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Albatta yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar bu videoni. Davom etamiz bizda. Eng achinarlisi akalar, 76 ta odam, 76 ta hayot. Buni har bittasini oilasi bo'lsa, ularning ham hayoti hozir juda achinarli darajada ketyapti deb o'ylaymiz. Siz masalan ko'pchilik masalan niyat qiladida, tasavvur qiling, bitta yigit Germaniyaga borishga niyat qilyapti-da. Nima uchun niyat qiladi? Oilasini yaxshilab olish uchun, sharoitini yaxshilash uchun Germaniyaga boraman, 1,5-2 ming yevro pul topaman, maytda qarzlardan qutulaman, kreditlarimdan qutulaman, mashinamni sotib ketyapman deb ko'pchilik masalan bizga murojaat qilayotganlar ham aytadi-da. Endi bularni bunaqa qilib, bunaqa yo'l bilan aldab olib kelgandan ko'ra, to'g'risi ularni ham o'zi aybdor. Lekin ular nimaga aybdor? Ular yoki qonunni bilishmagan, yoki qonunni bilib turib buzishgan, yoki bularni ishonchiga kirgan, qilib beramiz deyishgan. Hammasi ularning aybi ma'lumotga ega bo'lmaganligi uchun. Shu videoni tarqatinglar hammaga. Odamlar ma'lumotga ega bo'lsin. Bizning kanalimizda u sizlar ko'rgan prosmotrlaringdan menga bir tiyinlik masalan pul qoladigan joyi yo'q akalar. U bizga masalan to'g'ri foydasi bor, bizning haqimizda imageviy foydasi bor, bizning haqimizda hamma biladi. Xalqda masalan bizga ishonchi yaxshi. Sababi biz qonuniy ishlaymiz. Sababi meni kanalimda suv berilmagan hech kimga. Suv informatsiya degan vada deydi-da. Полная вода в этой информации degan narsa bor-da ruslarda. Bu nima degani? Suv, quruq suv. Hech qanaqa pichoq qilinadigan ma'lumot bo'lmaydi videoda, quruq suvni chiqarishadi. Bunaqa suv videolar bizning kanalimizda masalan tashkil qilsa bir 10% ni tashkil qilishi mumkin xolos. Va u ham emotsiyaga berilib masalan aytgan paytlarimda masalan suv qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Biz ham masalan 100% ekspertning kanali hamma ma'lumotimiz bizning kanaldagi to'g'ri deb ayta olmayman. 100% to'g'riligi, chunki ma'lumotlar eskirishi mumkin akalar. Har bitta ma'lumotni tekshirib ko'ringlar. Germaniyaga ishga kelmoqchimisizlar, boshqa joyga ishga bormoqchimisizlar, любой xonasiga ma'lumotlarni qayta tekshiringlar akalar. Endi ko'pchilik o'ylaydi, men qonuniy ketmoqchiman Germaniyaga. Menga qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin bu video? Bu holatda menga qanaqa ta'siri bor? Nima bo'ladi endi meni ishim? deyotganlar bo'lishi mumkin. Ularga javob qisqa va lo'nda qilib javob beramiz. Endi birinchi navbatda ish beruvchi topish yana ham qiyinlashadi. O'zbekistonda itak ish beruvchi topish qiyin edi. Endi yana ham qiyinlashadi, chunki ish beruvchilar Germaniya byurokratik davlat. Ish beruvchilar qo'rqadi akalar. Buni hujjat haqiqiymi, falsifikami? Ertaga boshimga balo bo'lmaydimi? Bu O'zbekistonda imiji uchun, o'zbekistonliklarning imiji uchun juda katta zarar ko'rsatildi hozir. Ichimdagi dushmanlarim degan gap qo'shiq bor-ku, she'r bor, ichimdagi dushmanlar. O'sha to'g'ri yozilgan she'rda to'g'ri. O'zimizda ichi bema'ni buzoq podani bulg'atadi deganim gap to'ppa to'g'ri-da akalar. Mana bitta bema'ni ifloslarning orqasidan, isqirtlarning orqasidan akalar. Butun xalq endi zarar ko'radi. Hujjatlaringizni yana ham qattiqroq tekshiradi. Motivatsion xatlaringizni yana ham qattiqroq tekshiradi. Endi elchixona ham, ish beruvchi ham. Haqiqiy. Buni уже доказательствоsi bor. Bizda masalan juda ko'pchilik odamlarning hujjatlari biz orqali elchixonaga topshirilgan. Hozirgi kunda Germaniya organlari tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Oldinlari masalan bizning qilgan hujjatlarimizni o'zbek pravasi, uni tasdig'i O'zbekistondagi qilingan tarjimon orqali o'tib ketayotgan bo'lsa edi, hozir endi Germaniyada qilingan tarjimondan talab qilishyapti. Где-то 25-maydan keyingi barcha hujjatlarda, даже masalan Yevropa pravasi bor hamyurtlarimizda ham endi nima deyishyapti? Bu pravasini qachon olgan, qayerda olgan va o'sha paytda qayerda yashagan, Polshadagi propiskasi bo'lsa, tashlama polskiy pravasi bilan yaqinda bitta yigitni hujjati ko'rib chiqilyapti. Bizga zavdan xabar kelyapti. Buni pravasi xabar kelgan kuni 1-iyunmi, 2-iyun. Zavdan xabar kelyaptiki, buni pravasi Polshada olingan ekan. Shu prava olingan muddatda buni Polshadagi vaqtinchalik registratsiyasini belinglar bizga deyapti, karta pobutadan tashqari. Haqiqatan bu Polsha hududida yashaganmi, bo'lganmi? Ish beruvchisidan shartnomasi bo'lsa, shartnomasini jo'natinglar, qonuniy ishlaganmi Polshada pravani olgan paytida. Oldin bunaqa tekshiruvlar bo'lmasdi. Endi tekshiryapti.
Oldin o'tib ketadigan hujjatlar ham endi o'tib ketmaydi akalar. To'g'risida akalar. Bizni ishimizni qiyinlashtirishyapti. Bizga masalan qiyin emas. Biza ish qilishga o'rganganmiz, hujjat bilan ishlashga o'rganganmiz, hujjat bilan yaxshi ishlaymiz. Endi kommentariyasi. Ausen Behordagilar bilan, Zafdagilar bilan biz gaplashsak, haqiqatan shunaqa signal bormi? Haqiqatan shunaqa signal bormi? O'zbekistonliklarda hujjatlarni qaytaroq tekshirish haqida, qattiqroq tekshirish haqida signallar bormi desak, ha deyapti. Endi deyapti, hujjatda bitta kamchilik topilsa ham deyapti. Ozgina незначительный kamchilik topilib qolsa ham deyapti, biz отказ berishga majburmiz deyapti. Yoki qayta hujjat so'rashga majburmiz. O'shaning uchun hujjat soni ko'payib ketgan. Hujjat sonini oshiryapsizlar, viza olish vaqti yana ham ko'payyapti. Bu degani terminga ham ta'sir qilishni boshladi degani. Sababi endi terminni olish uzayadi, chunki mana bu yerda hujjatlar hali ham ko'proq muddat ko'rib chiqilsa, masalan 100 ta odam hujjat topshirildi deylik, uni hujjat hali ko'rib chiqilayotgan bo'layotgan bo'lsa, unga masalan hujjat yana ham ko'payib ketmasligi uchun 2000 ta hujjat bo'lib ketmasligi uchun Germaniya elchixonasi endi termin bermaydi. Ana sizlar. Endi termin masalasida mani ko'rishadi, bilaman. Jo'natib qo'yinglar o'shalarga. Ko'proq ulashinglar, tanishlaringizga ulashinglar, hammaga jo'natib qo'yinglar. O'sha termin olib berayotgan akalar, insoflaringni yeb yormanglar. 500 euro ham so'raysizlarmi terminga? 1000 euro ham so'raysizlarmi? Insof bormi akalar? Eng muhimi siz masalan normalniy termin olib bera olsangiz mayli. Yaqinda bitta holat Polsha elchixonasiga yaqindagi bitta holat Polshadagi Germaniya elchixonasiga termin olish kerak, uni poylash kerak edi. Kechasi 11-12 dan 1 gacha poylash kerak. O'shanga poylab masalan bizni mijozimiz termin olishga ulgurmay qolayotganlarimizga o'shanga bittasiga murojaat qilgan ekan, 500 euroga termin olib beraman, mana turibdi-ku joy deyapti. Bu joy boshqa masaladagi elchixonaga terminga turibdi. Insofingga sanlarda deydigan odam bo'lish kerak edi. Va hayinga aytib, aka deyapman, bu terminga men ham sizni ro'yxatdan bepul pulni o'tkazib beraveraman, lekin u sizni viza uchun hujjatingizni qabul qilmaydi deyapman. Mayli pulga 500 euroga olib beryapsiz terminni. Kallangizga uraylik. Insof bilan to'g'ri termin olib beringlar. O'zbekni otish kerak emas u. Ya'ni uyalmasdan O'zbekiston menga kommentariy yozishadi ko'pchilik. O'zbek yordam qilsa. O'zbekni itarmasa bo'ldi, yordam qilish naryoqda tursin. Bizni masalan yordamimiz sizga ma'lumot berish, shu videolarni tarqatinglar, bizning kanalimizning videolarida bo'lishinglar. Sizlardan-chi hech nima ketib qolmaydi. Ko'proq odam ko'rsa, men boyib ketmayman bu videoning orqasidan. Men agar boyib ketish niyatim bo'lganda edi YouTube orqasidan, men boshqa masalada qilardim videoni. Aytgancha, shu joyda aytib o'tib ketaylik. Bizning bu videomiz, meni o'zimning sponsorlarim bor. Germaniyaning sponsorlari bor. Bu videomizning sponsori Barmer. Agarda sizga bepul sug'urta kerak bo'lsa, ssilkasida, videoning описаниесida ssilkasi bor. O'sha ssilka orqali o'tib o'zingizga Barmer oldi. Agarda masalan sizning mehnat shartnomangiz bor yoki Ausbildungga kelyapsiz, sizga страховка kerak, sug'urta kerak. Siz bemalol bizni masalan videoning tagidagi ssilkadan o'tib, sug'urtani оформление qilishingiz mumkin. Bu bepul sug'urta. Germaniyaga kelishingiz uchun. Bizda bu Krankenkassani sug'urtasi. Germaniyaga kelganingizda baribir Krankenkassa tanlaysiz. По-любому Krankenkassa tanlashga majbursiz. O'shaning uchun bu majburiy sug'urta. Oldindan lishniy расход qilmasdan turib, Barmerni страховкасini olib qo'yishingiz mumkin. Mana akalar, men pul topadigan joyim. Bu masalan videoim akalar 100 mingta prosmotr ko'radimi, 10 mingta prosmotr yig'adimi, 1000 ta prosmotr yig'adimi, menga baribir o'sha pul to'laydi. Bizning o'zimizda sponsorlarimiz bor Germaniyaning ichida. Uningizdan xavotir olmang. Siz videoni ko'rib qo'yganingiz uchun men cho'ntagimda pul qo'shilib men boyib ketmayman. Bizda o'zbekda hali nima deydi, g'araz niyati bor-da ba'zi birovlarda. Hamma buni videosini ko'rmagani yozib qo'yishadi. Bu deydi, bu sanlar videosini ko'rganing uchun pul topyapti. O'zbekiston territoriyasida meni videoimni ko'rganingiz uchun menga YouTube 1 tiyin pul to'lamaydi. 0 sent to'laydi, 0 sent. Agarda men YouTubedan pul ishlash niyatim bo'lganda, men Amerika YouTubedan pul ishlardim akalar. Biz bilamiz qanaqa qilib, biz media proyekt qilishni ham bilamiz. Media jamoasi bor. Shunday yollab turib, Amerika YouTube'da masalan bitta 10 ming euro pul tikilsa, normalniy pul kelishni boshlaydi. Men u narsalarni juda yaxshi bilaman. Prosta bizda pul ishlaydigan joyimiz YouTube emas. Odamlar ko'paysin, ma'lumotga ega bo'lgan odamlar ko'paysa qanchalik akalar, o'shancha bizga foyda, o'shancha xalq aldanmaydi. Endi masalada bular nimaga biz bunaqa deyapmiz? Germaniya politsiyasi, umuman Germaniya idoralari arqonni uzun tashab qo'yishadi, kuzatishadi.
Hozirgi mana bekordan bekorga uchib kelayotganlarni aeroportda O'zbekistondan keldimi, so'rov javobi qattiq bo'lyapti. Mana ta'siri. Уже ta'sir qilishni boshlagan. To'g'ri, hamma masalan noqonuniy o'tgan yili, oddiy misol o'tgan yilgi holat, work and travelga har soxta hujjat qildinglar. Молодец akalar, o'sha akalarni duo qo'yasizlar, bu yil 95% work and travel vizasi o'tkazib olyapti. 95%. Ko'pchilik menga aytadi, aka nimaga work and travel bilan shug'ullanmaysizlar? Soxta hujjat ko'p. Hamshiralar B2 sertifikati bor bo'lib turib, ish beruvchi maytda olmayapti. Sababini aytaymi nimaga? Moskvadan borib zo'r qilib sotib olib kelyapsizlar sertifikatni. Молодец. Hamshiralar ham sotib olyapti sertifikatni, hamma sotib olyapti. O firmani boshliqlari akalar, O'zbekistondagi mehnat agentliklari, 1 yilga ochilib yopilayotgan agentliklarning boshliqlari, молодецсizlar, biznesni zo'r yurg'izasizlar. O'zlaring cho'ntaklaringni o'ylaysizlarda 1 yilda soqqani qilib turib kompaniyani yopib tashlaverasizlar. Молодец akalar. Super. O'sha akalarni duo qilib qo'yasizlar. Har haftada bitta yangilik chiqyapti migratsiya agentligidan. Shu kompaniya faoliyati o'z arizasiga ko'ra tugatildi. Akalar, bularni foyda ko'rishi 200%. Nimaga tugatyapti? Ishchi jo'natilmaganligi uchun O'zbekistondagi mehnat agentliklari soqqani tisir soqqani qilishyapti-da, odamlardan pul yig'ib turib, Allohu akbar, yopildi deyishyapti. Bu bari o'zbekcha biznesda. Akalar, eng muhim tomoni, men sizlarga mana bitta narsani aytib qo'yay. Germaniyaga til bilmasdan, Schengen vizasi bilan, boshqa balo-battarlar bilan kelishda ilojisi yo'q. Batda ham ahmoqlar o'tirgani yo'q. O'rganib chiqing. Sizga Schengen vizasidan ishchi vizaga o'zgartirib beraman deyaptimi? Bu tufta gaplar akalar. Bo'lmagan gaplar akalar. Noqonuniy, hammasi falsifika. Eng qizig'i, mana hozir aytaman. Bular qancha joyga aldanishgan. Qancha pulga aldanishgan, hozir men yozib olganman. Akalar, bitta narsada vizaga 2000 yevrodan pul olishgan. Aviabiletga 2000 yevrodan. Qanaqa aviabilet? U biznes klass, super biznes klassmi? U hozir men kirib ko'rdim, O'zbekiston havo yo'llarida biznes klassga biletning narxi akalar 1200 yevro. Biznes klass, ertaga va uchib keladiganga, dushanba kunga. Akalar, men bugun yakshanba bo'lsa, men yakshanba kuni yozyapman videoni. Dushanba kuni ertalab uchib kelishga srochnilikka biznes klassning narxi 1200 yevro. 2000 yevro bilet. U qanaqa bilet ekan u? Super biznes klassmi? 2000 yevroga akalar Amerikaga uchib borib kelsa bo'ladi-yu. Tуда обратно причем. Ozgina mantiqan o'ylaylik akalar, 400 yevro pravaga. Akalar, Yevropada 400 yevro turmaydi prava. Polskiy pravani ham akalar olish narxi, o'qib olish narxi 4500 yevro. C kategoriya prava 4500 yevroga tushadi sizga. Germaniyada C kategoriya prava sizga 9000 10000 ga tushadi. Y kategoriya Polshada где-то 6000 ga tushadi, Germaniyada Y kategoriya akalar sizga 15000 yevroga tushadi. Agar o'zingiz olib o'qisangiz. Nima deyapsizlar? Sizlar o'yinchoq emas bu narsa akalar. 400 yevroga prava. U falshiviyligi aniq. O'zbekistonda ham ola olmaysiz akalar 400 yevroga pravani hozir. Gapim noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Insofsizlar. Sizlar ozgina insof qilinglar. O'zingni xalqingni naybat qilyapsanlar. Uzr endi qo'pol gapirganimga, bu og'zimdan chiqib ketib qoladi shunaqa so'zlar. O'zini xalqini, o'zini vatandoshini, o'zini yurtdoshini, o'zini tanish bilishini aldayapti. Bunaqa yo'l bilan Germaniyaga, Yevropaga kelaman deganlar ham. Baribir bir kun ushalasiz. Baribir bir kun deport bo'lasiz. Bunaqa qilib yurganlar. Bizning xalqqa bir narsa bo'lgan. Hamma ketaman desa, hammasi g'ayib qo'ldan kelgani ham, kelmagani ham harakat qiladi. Tilni o'rganing. Men sizga optni vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisni sizga maslahati. Tilni o'rganishdan boshlang. O'zingizga mos keladigan viza turini aniqlashdan boshlang. Ma'lumot o'rganing, internet to'la ma'lumot. Ofitsialniy saytlardan, elchixonaning saytidan, Marketing Germany saytlaridan, Bundesagentur saytlaridan ma'lumotlarni o'rganinglar. Hamma portallar bor-ku. Men sizlarga ham o'sha portallarni ro'yxatini menga hozir videoning opsiyasiga kirgizib o'taman. Bemalol o'tib o'rganishlaringiz mumkin. Oldin ma'lumotga ega bo'linglar, keyin harakat qilinglar iltimos Germaniyaga. Ma'lumotga ega bo'lmasdan turib harakat qilsangiz, aldanasiz, noqonuniy kelib qolsangiz, maytda politsiya kimga keragi bor bu narsa? Politsiyaga olib borib tiqib qo'ysa, yotasiz, aytdi ota-onangiz xavotirda. Insonlar, Germaniyaga ketish emas. Bu Rossiyadaqa emas sizlarga. Bu Rossiya emas, Germaniya. Men hamma videoimda aytaman, Germaniya Rossiya emas.
Buni Rossiya bo'lib qolishiga hech kim batga sizga yo'l qo'yib bermaydi. Batda qonun kuchli ishlaydi. Bir kun qo'lga tushmasa, ma'molarim 7 oy yurishgan Germaniyada maza qilib, undan ham ko'p yurishgan bo'lishi mumkin. Lekin qo'lga tushishdi. Qancha pul ishlab oldi deb o'ylaysizlar noqonuniy yo'l bilan? Oyiga masalan to'plagan bo'lsa ham 1,5 ming yevrodan to'plagan bo'lsa ham 1 yilda 15 ming yevro pul ishlabdi. Endi 15 ming yevro uchun hayotni shunaqa xavf ostiga qo'yib, endi qancha qiynaladi maytda. Advokatga pul sarflashi mumkin. Chiqib ketishga qancha qiynaladi. Shu narsa kerakmi? Undan ko'ra to'g'ri yo'lni tanlaylar. 5 ming yevro sarflab Germaniyaga kelishda narxini aytaymi sizlarga akalar. Germaniyaga yetib kelishingiz narxi 2 ming yevro. Любой общий ketadigan, men Germaniyaga ishchi viza bilan yetib kelishingizda hamma balobatlari, bilet, hujjatlaringiz tarjimasi tayyor bo'lishi, hammasi bilan ketadigan общий xarajati 2 ming yevro. Undan ko'p so'rayaptimi? Любой, maksimum 2 ming yevro. Undan ko'p so'rayaptimi, значит, mashinning. To'g'risida akalar. 2 ming yevro bilan hal bo'ladi hammasi. Hozir men kommentariyachilar chiqadi, 2 ming yevro yozaman, meni chaqiring. Beraman 2 ming yevroingizni deb chiqadi. Akalar, opalar, bizga to'g'ri kelsanglar kandidatlar, bizga to'g'ri kelsa, hamma tomondan masalan hamma yo'g'ini to'g'ri qilsangiz, til o'rganmoqchi bo'lsangiz, til o'rganishga jilaningiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Lekin bunaqa faqat pulini soqqasini beraman, mana ishga jo'nating deganlar bizga murojaat qilmay qo'yaveringlar. Dislike qo'yasizmi, negativ kommentariy yozasizmi, menga baribir. Germaniyaga to'g'ri qonuniy yo'l bilan kelmoqchi bo'lganlar. Meni tilimga jun chiqqan, men til o'rganinglar misol. Hamma o'ylaydi, u kursini reklama qilyapti deb. Akalar, u menga kursga to'lagan pullaringdan-chi akalar. U o'zini o'zi zo'rg'a qoplaydi. Bizning qilayotgan ishlarimiz, texnikasi, ularda texnikasi, chunki bizda masalan oyiga 250 ming so'm kursimiz. Nemis tili kursining narxi 250 ming so'm. Bu o'zini o'zi qoplamaydi-yu. Ba'zi bir holatlarda uni masalan tex obslujivaniyaси bor. Platformalarda yangi yana mana biz yangi aytgancha anons til kurslari bo'yicha Alman Building jamoasi ideal o'quv qo'llanmasini chiqardi. Hozir bu tahrirda germaniyalik o'qituvchilarimiz buni yana ham qattiqroq tahrir qilishyapti. Hamma tahrirdan o'tib bo'lgandan keyin redesign, hamma joyi to'g'ri bo'lgandan keyin to'g'ri juda zo'r qilib qilayotganimiz yo'q. Dizaynlari ichidagi ma'lumoti zo'r. Kitobimiz Xudo xolasa sotuvga chiqadi onlayn platformalarimizda. Narxi O'zbekiston uchun sal yuqoriroq bo'lishi mumkin, lekin Germaniya uchun juda past narxda. Sababi kitobning narxini baland qo'yayotganimizda bitta sabab bor. Men uni masalan 5 ming so'mdan ham sotishim mumkin. Sababi bor. Sababi kitobning narxi baland bo'lishi kerak. Xalq oddiy masalan kitobning narxi, bitta kitobning narxi akalar. U semichkani narxi bilan teng bo'lishi kerak emas. O'shanda qadri bo'ladi u kitobni, o'shanda odam qadrlaydi. Men 10 ta kitob sotilsin, 100 ming so'mdan 10 ta kitobimiz sotilsin, bizga shunisini o'zi yetadi. Men 5 ming so'mdan 20 ta, 50 ta kitob sotganimdan 10 ta kitob sotsam, o'sha 10 ta odam olsa sotib oladi. O'shanisi bizga foyda, chunki o'sha odamning qadri bor, o'qiydi. Atta-batta qolib ketish kerak emas. Yaqinda hammasi chiqadi. Yaqinda hammasi yaxshi bo'ladi. Yana yangiliklarimiz ko'payyapti. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu videoni albatta jo'natinglar. Bizni kuzatib borayotganingiz uchun ham barchangizga rahmat. Sizlar bilan Alma Vision kompaniyasi vizalari bo'yicha yetakchi mutaxassisi Alisher Sagdullayev bo'ldi.